Bor yo'g'i 1,5 soat vaqtimni oldi. Ammo ko'zlarimdan shu qadar yoshlar to'kildiki, agar farzandlarimizni mana shu plastilin deb oladigan bo'lsak, biz ularni ma'lum go'zal shaklga keltirgimiz keladi, ya'ni jamiyatda odamlarning oldida uyalmaslik uchun yoki ularga bog'liq orzu-havaslarimiz sababi kimdir uni muhabbat bilan, sekinlik bilan yordam berib bajaradi. Kimdir esa juda xohishi qattiqligidan shunaqa kuchli harakatlar qiladi, farzandini eshitmaydi, unga doimiy bosim qiladi, o'z orzu-havaslarini amalga oshirishga harakat qiladi va ne afsuski farzandlarimizni barmoqlarimizni orasidan sizib chiqib ketishga harakat qilishiga, ularni bizdan bezib qolishiga sababchi bo'lib qolamiz. Va shunday oilalarni, farzandlarini taniymanki, butkul jamiyatdan uzilib qolgan, o'ziga ishonchi o'lgan, mutlaqo nima qilishni bilmay qolib odamovi bo'lib qolgan tanishlarim borda, mana shu bosimlarning ortidan. Va bu kitobni o'qigan ota-onalar hech yo'qsa shu xatoni qilishmaydi. Ko'zlarimdan shu qadar yoshlar to'kildiki, qahramon Yusuf bilan birgalikda o'sha og'riqlarni, o'sha qorong'ulikni, o'sha dahshatlarni birga yashadim va bu kitobni har bir ota-ona, ustoz o'qib chiqishi kerak. Sadoqatlilarim, kitobning narxi u qadar qimmat emas va albatta o'qib ko'ring. Aminman, siz mendan-da ko'proq anglashlar olasiz, chunki har bir kitob har bir o'quvchiga o'zgacha hikoya so'zlaydi.